Mana shunaqa qilib 5 minut aylantirasiz, 600 ming so'm sof daromad olasiz. Bunaqa 5 minutli aylantirishdan kuniga 5 marta qilasiz, 3 million so'm sof daromad qilasiz. Bu ham joyiga lokatsiya qilib. Nima qanaqa biznes deyapsizmi? Bu gazvada apparatda gazlaydigan moslama bo'ladi. Biz hozir mana shunaqa gazvada apparatlarni optim birinchi qo'l yasalaydigan joyiga kelganmiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga A dan Yagacha necha pul daromad qilib aytyapman, joyiga qarab, indamasa 2 million, 3 million sezonda zo'r ish qilsalaring bo'ladi. Hozir biz Sarvarbek akamdan sizlarga to'liq ma'lumot olib beramiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Suyunsiz aka. Hozir o'zi issiq kunlar kelyapti, aka, sezon boshlanyapti. O'shunga birma-bir o'zi hamma bitta ko'rsa biladi. Hamma yoshligimizda mana shu suvlar ichib katta bo'lganmiz. O'shunga eng arzonidan boshlaylik aka. Eng birinchisidan yo bo'lmasa. Bo'laveradi aka. Tushuntirib bersangiz qisqacha qilib. Xo'p, bo'lmasam aka, bizda hozir eng arzoni ruchnoy bo'ladi. Mana shu bular ruchnoy deb ataladi. Bular komplekt hisob-kitobini aytib beraman sizlarga bo'lmasa. Xo'p, bularimiz aka material nijaga pishovoy material, germanskiy 3,5 listli, mana taraf 3,5, oldi taraf 4 li bo'ladi. 4 li bo'ladi. Rossiyskiy. Bular ruchnoy qo'lda aylantirib gazlaydi, ya'ni bir kunda mana shu yerga suv quyasiz. Suv quyib turib, 100 litrlik bo'lsa, 85 litr, 90 litr suv quyib aylantirganingizdan keyin, mana ichida suv sotib olgunicha boshqa aylantirmaysiz. Aylantirmaysiz. 5 minut aylantirasiz xolos bir kunda. 5 minut. Bir kunda yoki soatga, joyingizga qarab, lakasiga qarabda aylantirib ichida suv bo'shaguncha bo'l, boshqa aylantirilmaydi. Mana shu narsa ruchnoy deyiladi, ozgina mehnat talab qiladi xolos 5 minut. Endi aka, bu yerda rabochiylarimiz bor. Rabochiylarimiz narx-navosi bu yerda har xil bo'ladi. Buni komplekt narxi $730 kami bor. Keyin bizda apparatlarimizda bezapasni klapin bo'ladi, hammasi klapin qo'yiladi. Ya'ni obratni klapin, ha? Obratni klapin havoga to'lib ketadigan bo'lsa, avtomatik o'zi soldatchi havo chiqarib yuboradi. Portlamaydi, bezapasni qilingan. Bu 730 ming tushib beriladi. $730, ha. Komplekt deyapsiz, komplektga nima kiradi? Komplektda BK konditsioner vadinno sistemada bo'ladi. Svet o'chib qolsa 2 soat muzlat chiqarib beradi va qo'shimchasiga ikkita ko'lba, nijavaga stoka, semisil, moyka, kislorod balon, shlank, planki, xomut, mayda-chuyda shuni olib borib yurgizadigan variantda. Bizda ustanovka holat bo'ladi, olib borib stoykasini qatirib oladi, bu ishni boshlayveradi shunda. Ishni boshlayveradi. Xo'p, qarang aka, hozir bitta qisqacha qarang, bitta mashinani sotib oldi. Endi bizda tushunish bo'yicha oddiy bo'yicha bitta bunaqa nima deydi, temir bu karkasi deydimi aka? Aravachasi. Aravachasi. Qarang, bitta odam bozorda oldiga masalan qaysi viloyatdan ko'rayotgan bo'lsa, Andijon, Samarqand, o'zini qanaqadir aholi ko'p to'planadigan joyi, bozorcha, odamlar ko'p to'planadigan joyga mana shunday gazvada apparat ochmoqchi. Nech pul bilan aka mana shunaqa gazvada apparat borib, shu sotishgacha bo'lgan joygacha nech pul ketadi aka? Xo'p, agarda do'kani bo'lsa, yani $730 bilan ish boshlab olsa bo'ladi, bemalol biznes boshlasa bo'ladi. Endi kamaytirib beramiz chiroyli. Agarda bozorda yetalab yuraman degan bo'lsa, mana teleshkalarimizga alohida qo'shib beradi. Bular alohida sotiladi, bular narxi alohida $200 dan $200. Bular narxi alohida. Xo'p, o'shunda qarang aka, bitta mo gazlaydiganni oldi, teleshkani oldi. Teleshkani oldi. Xo'p, komplekt nech pul bo'ladi? Komplektda va shisha-pisha hamma yo'qlarini mana ruchka-puchkalarigacha qo'shib berasiz aka. Xo'p, o'zi bizning komplektimizda hamma apparatni mashlar komplekt beriladi. O'sha aytyapman, mana teleshkasi $200 qo'shib beradi. Masalan, $730lik apparatimiz bor, $900ligi bor, $1300ligi bor, $1000ligi bor. Ashuni oladi. Xohlasa bunaqaga o'rnatib bering deydi, xohlasa o'zim do'konimni o'rnatib olaman deydi. Bunisiga alohida hisob-kitob bo'ladi doim. Bo'ldi. Demak, deta $1000, $1100 ekanda. Albatta shunaqa aka. Bo'ldi aka, xo'p. Xo'p, buni o'tdik. Bu kuniga 90 litr, 100 litrli suv sotingacha. Bu endi 100 litr o'zida o'ylayap, bizda yoz qana issiq jazirama bo'ladi. Indamay 400-500 litr sotsa bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri aka. Hozir mestasi zo'r bo'lsa, keyin sotuvchining muomalasi zo'r bo'lsa, kuniga 4 ta 5 ta sotib olishyapti aka. Xo'p, aka, bundan keyin yana nimamiz? Aka, hozir bizda endi asosan asosiy biz ishimiz avtomat sistemada ishlaymiz. Bu avtomat sistema gazli suv apparatimiz bo'ladi. Bu 3 ta bosqich filtrdan o'tadi. Mana bunisidan ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Bo'ldi. 3 ta bosqich filtrdan o'tadi aka. Suvni o'zi kachirib oladi. Bu yerda mana gran suvga ulab qo'yasiz. Xohlasangiz nomkish yulaysiz. Shu yerdan o'zi oddiy suvni, vodoprovod suvni tortib oladi-da. Ikkita ko'chatni o'ngga burab qo'yasiz, bo'ldi. Ya'ni suv filtrlanib, gazlanib, tayyor muzlatib chiqarib beradi. Konditsioneri ham, saturatori ham o'zini ichida. Buni asosan restoranlar, kafelarga olishyapti. Bunda haligi bitta odamning o'ziga gazli suvni sotish mas'uliyatini qo'yib bergan joyga, masalan, ruchnoy bo'lsa, taklif qilamiz. Masalan, mana ko'pgina ishchi joy bo'lsa, mana ishchi o'rin ko'p joy bo'lsa, bular hali tushunmaydigan odamlar bemalol sotib ketadi buni. Ya'ni inson omilini kamaytiradi. Bu avtomatlashtirilgan holat. Albatta shunaqa avtomatlashtirilgan holati. Bunga mas'uliyat his qilish kerak yo'q. Ko'chatni o'zi burab qo'yasiz, bo'ldi. Mas'uliyat masjidda o'zi his qiladi aka. Hamma yo'q, regulovka qilib beradi, portlamasligi, muzlatishga, o'chib yonishiga
shuni o'zi qilib beradi. Yana bu 3 bosqichli filtrdan ham o'tadi suv. Albatta aka. Xo'p, aka yana bitta narsa, hozir mana shuni gapirib o'tib ketsangiz, sovitadigan qismali eski o'zimiz sovetskiy BK konditsioner. BK konditsioner bo'ladi. Agar u ko'p tok tortadi desa, yo'q, kuniga o'zi aka to'kam hozir 25 ming so'm. Eng patolog 25 ming so'm yoqqan. Hozir limit bor paytda ham. eng patolog 25 ming so'm. Aka endi bir kunda 1 million savdo qilgan odamga 25 ming so'm aka o'zi nima nima xohlaganlarga zimaletaga qilib berishingiz mumkin. Mana Artelda, lekin men hozir tavsiya qilaman, o'zi ustalar ham ko'rib turib bilsa kerak. O'zi konditsionerlar ichida eng zo'r konditsioner BK konditsioner bo'ladi. Muzlatishga to'g'ri, u zo'r. Suvga. Suv sistemaga BK tavsiya qilamiz o'zi. O'shuning uchun asosan apparatlarimiz BK sistemada bo'ladi. Mana bu ham avtomat. Avtomat, xo'p, buni endi qarang, 100 litrlik, birdaniga 100 litr suvni gazlab beradi. Gapingiz bo'ldi. Bu narxini aytib o'tib ketdingiz. Narxi, xo'p. Aka buni narxi 1300 dollar. Do'konga o'rnatilgan komplekt varianti. 1300 dollar. 1300 dollar. Ozmoz kelishtirib berasiz. Albatta aka, siz kanalizatsiya telefon qilasiz, aka chiroyli qilib 50 dollardan tushib beramiz. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Rahmat. Endi bunisiga o'taylik hozircha. Xo'p, aka, bu o'sha avtomat sistemalar, bu ham birdaniga 100 litr suvni muzlatadi. Shuni ichida suv muzlatadi aka. Ichiga hozir trubkalar tiqilgan ekan buning ichiga. Bu ham avtomat sistemada, bu yerda oddiy gran suvni quyadi, kislorodni ochamiz va kunchatirni ikkita kunchatirni o'ngga burab qo'yamiz, bo'ldi. Divideniyani o'zi qilib, o'zi o'chib, o'zi yonib, o'zi muzlatadi bu. O'zi muzlatadi. Bunda aka e'tibor bersangiz filtrdan o'tadi bunda. Bunda ham filtrlari bor. Hali mayda chuda detalga ahamiyat qilib, e'tibor qilib beramiz aka. Hamma yo'qqa. Chunki bu ichimlik suvi aka, ertaga odamni ko'ngliga kelib qolsa, keyin qaytib umuman chiqishga kelmay qoladi. Keyin aka buni mashina mini varianti ham, mana kichkina variantdan qilib bering deganlarga, endi bundan afzalligi aka, bu bir kunda 2 tonna, 2,5 tonna suv chiqarsa, bu 1,5 tonna chiqaradi. 1,5 tonna ham bu degani 1,5 tonna suvni tasavvur qilib ko'ring. O'zi bir kunda bitta joyda 400 litr suv sotishadi. Bu 1,5 tonna. 1,5 tonna degan, 1 kunlik ishingizni 3 kunlik ishingizni bir marta qilib beradi, birdaniga qilib beradi degani. Bu ham o'zi kuchli apparat. Endi aka, bu ham muzlat sistemaga ega. Buni ham to'kka suqib qo'yasiz, grankulab qo'yasiz, bo'ldi, bu ham tortib oladi aka. Xo'p, bu nimaga aka minisida ham yo'q, buni ham filtri bor-a? Yo'q, buni filtri yo'q. Filtri bo'lmaydi. Filtri bo'lmaydi. Asosan ko'pincha teleshkaga shunaqa tiqib beramiz. Teleshkalarga. Teleshkaga mashinani joylab bering. Buni narxi bundan ancha rasxa qiladi. Bu narxi 900 dollar aka. Komplekt. Komplektda ko'lba, stoyka, semistitel, moyka, kislorod balon, reduktor hamma yo'q bo'ladi. Kislorod balon ham bo'ladi. Kislorod balon ham ichida gazi bilan bo'ladi. 2 xil sirop bonusi bilan. Bizdan apparat xarid qilsa, 2 xil sirop bonus bilan o'rgatib qo'yamiz aka. 2 xil sirop bonusi bilan. Bo'ldi. Aka, bu narxini aytib o'tib ketmadingiz. Xo'p, bu narxi aka komplekt. Bu ham komplekt degani tasavvur qilib qo'yinglar. Ko'lba, semistitel hamma yo'g'i bo'ladi. Обязательно shuni olib olib yurgizgan varianti bo'ladi. Bunda ham 1000 dollar narxi aka. Komplekt. 1000 dollar aka. Boshqa avtomatlashgan buni ham filtri, lekin shuni karcher apparati, ya'ni daleniyani zo'r qilib chiqarib berish. Albatta. Keyin aka buni aytib o'tmabman. Aka bu 15 sekundda suv gazlab beradi aka. 15 sekund. 15 sekund. Bunda klient kutib olmaydi. 15 sekundda bir kunda 2,5 tonna chiqarib beradi, abrisi 1,5 tonna chiqarib beradi. Mana u aka endi buni gazlashga 20 minut, 15 minut vaqt ketadi bundan. Bu necha? Bu 100 litrlik aka? 100 litrlik bu ham. 100 litrlik. Bo'ldi. Aka, xo'p. Bundan o'tadigan bo'lsa-yu. Xo'p aka, qadoqlashga ham so'rashadi. Qadoqlashga? Qadoqlash uchun ham qilganmiz. Qutashi mana tika varianti bo'ladi. O'zi gazli eng zo'r gazlagan apparatimiz shu bo'ladi o'zi aka. Qadoqlash utubli bo'lgan gazlashiga, masalan, bakilashiga o'zingiz brend yaratib turib, qanaqadir suv ixtiro qilib turib, magazinlarga paketga tarqatsa ham bo'ladi. Bo'ldi, tushundim aka. Masalan, oq suvlar, har xil limonadli suvlar bo'lsa, nima deydi, baklashga zo'r gaz urib beradi. Masalan, o'zi xohlagan retseptni chiqarib qilishaveradi. Biz apparatlarimiz hammasi bezapasini klapdan qo'yilgan. Ayol kishi va bolalar uchun ham bemalol ishlasa bo'ladi. Bezapasi portlamaydi. Ya'ni portlab, ortiqcha davleniya o'zi portlab netmaydi. Albatta. Xo'p, xavfli bas apparatlarimiz. Xavfli bas aka. Bo'ldi. Aka, sizlarda yana mabodo mana shunaqa apparati bo'lsa, bir tuzatish xizmati ham bormi? Servis xizmati o'zi apparatimizda endi ko'pchilik so'raydi, garantiya bormi deydi. Biz avtomat apparatlarimizga garantiya to'k tarafiga garantiya bermaymiz. Tek saturator ichki qismiga zayn chiqarmasligi garantiyasi bor. To'k tarafda hamma joyda har xil to'k bo'ladi. Keyin mana saturatorimizdagi ham garantiyasi zayn chiqarmasligi garantiya va agar boshqa o'zlarini apparatlar bo'lsa, tuzatib ham beramiz. Servis xizmati ham bor. Aka, bitta qarang, komplekt oldi. Masalan, andijonlik odam aka, o'sha komplektimiz nech pul dedi? Endi 1000. Xo'p, komplektimiz aka hammasida har xil bo'ladi. Bunisida 1100 dollarlik chiqadi bunda aka, 1250 dollarlik chiqadi. Masalan, mana aytishadiki, ko'pchilik mana undan 4 talik qilib bering deydi. 4 talik qilib bering. Naboriga qarab narx-navosi o'zgaraveradi aka. Asha 2 bitta mana hozir bor aka, 2 taliga turibdi. To'g'rimi? 2 taliga turibdi. 2 taligi 1100 mi? 2 taligi avtomat sistemada 1100 dollar. Avtomat sistemada 1100 dollar. Ruchnoy sistemada 930 dollar qilib beramiz. 930 dollar. Eng arzon, eng arzon 930 dollar. Kislorod balon ham bor-a? Shuna olib boradi, ishga tushiradi, bo'ldi.
dastlabki xizmatini o'zlari kelishib olishadimi aka? bizda Farg'ona bo'ylab dastlabki mutlaq bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi aka. Dastlabkisiga qo'ldan kelgancha ozguncha yordam beramiz. Mashina texnikaga topib berish bo'yicha ham aka, top shopirni nomerini berib qo'yamiz. O'zlari narx-navosi kelishib olishadi shopir bilan. Ha, ya'ni kelishib. O'zi Farg'ona bo'lsa bepul. Farg'ona bo'lsa bepul. Valloh, shu qatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, Samarqand, Toshkent farqi yo'q. Shu yo'l kirasini to'laysiz, o'sha aytganlaringiz $930 eng arzon komplektga tushadi. O'sha aytganimizdek 5 minut shuni aylantirasiz, 5 minut aylantirasiz, 100 litr kuniga bitta aylantirganingizda 100 litr zapravka qiladi. Bunaqa zapravkani 4 ta 5 ta indamay lokatsiyasiga qarab zapravka qilib kuniga o'sha aytganimizdek 2 million, eng kami 2 million bo'lsa 3 milliongacha joyiga qarab sezonli biznesda o'shancha yaxshi pul qilsa bo'ladi. To'g'ri. Aka, masalan bizdan mana shu apparatimizni sotib olgan klient bo'lsa, keyingi yillarni bitta sotib olyapti. Bo'sh qolgan jiyanlari, beyor qolgan o'zini qandoshurularga ish bilan ta'minlab beryapti. Aka, apparat pulini 1,5 oyda qoplab beradi aka. 1,5 oyda qoplab beradi. 1,5 oy. Kuniga 500 mingdan savdo qilsa 1,5 oyda bemalol chiqarib beradi. Hay, indamay. Xo'p, akalar sizlarga video yoqqan bo'lsa, o'sha aytganimizdek, mana shunaqa gazada apparatlari pastda akamizni nomerini qoldiramiz. Bemalol Telegram, WhatsAppdan aloqa etsalar ham bo'laveradi, lokatsiya tashlab berishadi boshqa viloyatdan bo'lsangiz. Eng birinchi qo'l optim narxlarda pastda nomerlarni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.